Hozirgi Real futbolchilari ming futbolchi sifatida zo'r o'yin ko'rsatsa ham, qanaqadir maydonni fantastik natijalarni qayd etib tashlasa ham, inson sifatida, futbolchi sifatida oldingi shaxsiyatlarga tenglasha olmaydi. Kim? Misol uchun uzoq o'tmishga ketmaymiz. Yaqin o'tmishga qaraymiz. 2017-2016-yilgi tarkiblar. Misol men tasavvurimga sig'dira olmayman Kazemiro bilan Modrichni bir-biri bilan mushlashishini. Hozirgilar mana Valverde va Chouameni o'rtasidagi mushlashgani boshqasi chiqyapti. Ularda haqiqiy professionalizm degan narsa bo'lardi. Ular mana shu narsani ham maydonni, ham maydon tashqarisida ko'rsata olardi. Birorta gap chiqmasdi, misol uchun kiyinish xonasidagi o'sha muammolar bo'ladigan bo'lsa. Zidan to'g'ri aytgan. Zidan o'sha kiyinish xonasida 33 ta ego bo'ladigan bo'lsa, siz hech qachon ishlay olmaysiz. Oldingi futbolchilar professionalizmni his qilgan, professionallikni egosidan ustun qo'yib, doimo jamoa uchun xizmat qilgan, doimo jamoani birinchi o'ringa qo'ygan futbolchilar. Hozirgilarda esa ego muhim bo'lib qolgan. Men yaxshiroqman, men ustunroqman degan narsa bor, degan gapni gapirib o'tgan. Oldingi tarkibga qaraydigan bo'lsak, butun bir futbolchilarning hammasini hurmati o'zini o'rni bo'lgan jamoada. Navas, Ramos, Pepe, Carvajal, Marcelo, Ronaldo, Bale, Benzema, Casemiro, Modric, Kroos. Qarang, bu futbolchilarni shu qadar yaxshi ko'rganmiz, shu qadar bir katta o'rni bo'lganki, yoddan bemalol aytib bera olamiz. Va istalgan Real muxlis bo'lmagan insonni to'xtatib so'rasangiz ham o'sha tarkib aytib bera oladi. Nimaga? Chunki professional sifatida ular bizga futbolchi qanday bo'lishini ko'rsatib bera olgan. Shunaqa gaplar. Shuning uchun inglizlarda bitta gap bor. Old is gold. Ya'ni oldingilar oltinga teng bo'lgan, eskilar oltinga teng bo'lgan va bu qaysi ma'noda to'g'ri. Hozirgi Real holatiga va Realning o'tmishiga bu juda ham to'g'ri tushadi. Aytgancha kanalimga obuna bo'lib keting do'stlar. Futbolga oid mana shunaqangi o'tkir va iliq fikrlar faqat bizning sahifamizda.